insonga jinlar kiradimi, kirmaydimi? Men savolni to'g'rima-to'g'ri ayta qoldim. Jinlarning zarari bormi, yo'qmi deb aylantirgandan ko'ra, insonni jasadiga jin kirmaslik haqida ulamolar ixtilof qilgan. Mana shu masalaga qisqacha to'xtamoqchi edim. Bir toifa ulamolar jinlar insonni jasadiga kirmaydi deyishgan va ular ham o'zlarining dalillarini keltirishgan. Ikkinchi toifa ulamolar insonning jasadiga jinlar kiradi deb ular ham Qur'oni Karimdan va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahih hadislaridan va voqeadan dalillar keltirishgan. Ikkov tomonda ham o'zining dalili bor. Shuning uchun ham hurmatli tinglovchi va bizga kommentariy yozib yoki raddiya berishdan avval siz ikkov tomonni ham o'zining dalili bo'ladigan bo'lsa, bir tomonlama fikringiz bo'lsa, ikkinchi tomonni juda qoralab, yomonlab, ular bir nafsoniy kasallik deb turib qaralavorib, jin kirishlik yo'q devorgan raddiyani berib yormang. Chunki bu masala bugungi kunda ham, kechagi kunda ham, inshaalloh ertangi kunda ham ixtilofiy bo'lgan masaladir. Ixtilofiy masalalar kelgan vaqtda ixtilofning bir tomonini ushlagan odam ikkinchi tomonni qoralab yubormaydi. Chunki ikkinchi tomonda ham Qur'ondan va payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan dalillar bo'lganligi uchun jin kiradi insonni jasadiga deganlarni Qur'oni Karimdagi dalili Alloh taolo Baqara surasida sudxo'rlik bilan shug'ullanayotgan odamlarni qiyomat kunida go'yoki ichlariga jin kirib qolgan odamga o'xshash katta bo'lib ketib, ikki tomonga o'zini tashlab yuradigan holatini sifatlaydi. Bu jin kiradi deganlarning o'sha oyatdagi tafsiri. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam muttafaqun alayh bo'lgan hadisda Safiya onamizni masjiddan Ramazon oyida kuzatib turganda inna shaytona yajri min ibn adam majraddam, albatta shayton odam farzandining qon tomirida yuradi dedi. Va hokazo bundan boshqa dalillarni ham keltirishdi. Men suhbatimizni mana shu o'rinda qisqaroq qilib to'xtatib turib, keyingi suhbatga buni davom ettirib qo'ymoqchimizki, xulosa shuki, insonning jasadiga jin kiradi. Bu ham Alloh taolodan bo'lgan bir imtihon va Alloh izn bersagina kiradi. Ana undan keyin o'zining vazifasini bajaradi. Nima vazifa, kim orqali kiradi? Buni inshaalloh kelgusi majlisimizda aytamiz.